Sigirni kattaligini qaranglar do'stlar, semental parodali sigir chiqqan ekan. 35 litr suti bor deyapti egalari. Bolasi 3-tug'im ekan. Novvoscha bolasi do'stlar. 3-bolasi. Narxini aytadigan bo'lsam 120 million kami bor. Ya'ni sog'im sigirlar bilan tanishtirib ketamiz. Shvedga qochganmi bu? Nechinchi bolasi aka bu? 4-bolasi. Zo'rdan zo'r mana. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bolasi ekan mana do'stlar. Sigirni ham ko'ringlar, tikka turibdi mana. Sonlarga qaranglar. Bahosi qanaqa aka? 55 million. Yakkaga ham sotaverasizmi yo ona bolami yo? Yakkaga sotaveramiz. Yakkaga ham ketaveradi. Men jazma qancha qo'l tashab so'radi aka? 30 ga yo'q. 30 millionga yo'q do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Chorva olami kanalining hurmatli obunachilari. Xudo xolasa bugun 3-may sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi karvon mol bozoriga chiqqanmiz. Navbatdagi videoroligimizda yirik shoxli mol narxlari, ya'ni sog'im sigirlar bilan tanishtirib ketamiz. Chiroyli video bo'ladi. Xudo xolasa like'larni bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Biz videorolikni boshladik do'stlar. Like'ni bosinglar. Like bizga pul olib kelmaydi, просто motivatsiya do'stlar. Shuni aytib ketaylik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nech puldan sigirlar aka? 30 million deyapmiz aka, bo'g'oz. Bo'g'oz nechinchi tug'imi bu aka bular? 3-siga bo'g'oz. Egizmi xudo xolasa? 30 million kami bor ekan do'stlar. 3-bolasiga ekan, egiziz deyishyapti, endi bu yoq xudodan do'stlar. Bozor nima deyapti aka, bozor? 27 qilishgan ekan bozor mana. Berilmagan sigir. Bu buzoqcha aka 22 kami bor. Bozor nima deyapti aka buni? Bozor aka 18,5. 18,5, 19 gacha qilgan bermagansiz. Telefon nomer qoldiramizmi? Sigirlar yaxshi ekan aka. 88 670 12 18 do'stlar, aloqaga chiqaveramiz bemalol. Qayerda mollar aka? Nishonda mollar ekan mana. Ana o'zi ona bola sigir, kal sigir ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamiz. Bahosi qanaqa aka bu? 35 deyilyapti ekan do'stlar mana. Shvedga qochganmi bu? Nechinchi bolasi aka bu? 4-bolasi. 35 bahosi do'stlar. Suti bir 10 litr bormi aka? Xudo xolasa, tomog'iga qarab. Bozor nima deyapti aka? Bozor hamma har xil so'rayapti. Har xil so'rayapti. Mana bir jazman hal. Savdo bo'lmadi bunday qo'lda tashlab hali. Novoschami bu? Ha. Novvoscha bolasi. Urg'ochimi? Urg'ochi ekan do'stlar. 4-bolasi mana do'stlar. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Sigirga ayting. 50 500 45 55. Nomer ham ana nima ekan? Normal. Qayerda mol aka? Xo'ja quduq. Gap yo'q. Mana bu yerda yana fermaning moli ekan. Yelinini qaranglar kattaligini. Nech tut beradi aka? Assalomu alaykum. 15 tagacha. 15 litrgacha. Yaxshi boqsa 20 ta ham bersa kerak aka. Boqishga qarab. Boqishga qarab. Bu g'unojinmi? G'unojin. Nechinchisi aka bu? 3-si. Qancha bahosi aka buni? 40 bahosi. 40 million so'rayapsiz. Bozorchi aka? Men jazma qancha qo'l tashab so'radi aka? 30 ga yo'q. 30 millionga yo'q do'stlar. Sizlar ko'ringlar. Chorva olami aka? YouTube'da ko'raverasiz, xudo xolasa. Nomer qoldiramizmi aka sigirga? Ayting. 95lik. 95 122. 122 mi? Aha. 59. Aha. 98. Oxiri 98. Ha. 59 98. Ha, shunday. Qayerdagi aka mol? Kasbniki. Kasbniki. Yana bor-a bo'lmasa-ma? Firmani moli ekan mana do'stlar. Chorvaga, savdozga baraka aka.
G'unojincha ekan bolasi. Assalomu alaykum. Bahosi qanaqa sigirda aka? 45 so'rayapsiz. Nechinchi bolasi bu aka? 3 yo 4. Bozor nima deyapti aka sigiriga? Qancha savdo bo'lyapti? Hali bo'lmadi. Xo'p, mayli. Hali savdo bo'lmagan. Mana bu yerda qora sigir chiqqan. Mana shuni bitta ko'rib ketaylik. Bolasi novvoscha ekan do'stlar mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mol zo'r aka? Zo'rdan zo'r mana. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bolasi ekan mana do'stlar. Sigirni ham ko'ringlar, tikka turibdi hali mana. Sonlariga qaranglar. Bahosi qanaqa aka? 55 million. Yakkaga ham sotaverasizmi yo ona bolami yo? Yakka foto'rami? Yakkaga ham ketaveradi. Bola o'zi chiqqan sutdan. Novvosni nech pul qilib beramiz yakkaga? 23 kammi? 23 kami bor. Bir joyga qancha qildi bozor aka? Xosga. Hali narx bermadi. Endi mana xudo xolasa bu yoq. Nomer qoldiramizmi aka? Qoldiramiz. Ayting. 88lik 311 311 99 19. 9919 mana do'stlar. Bo'g'oz emasmi onasi yana? Bo'g'oz, 3 oylik bo'g'oz. 3 oylikka bo'g'oz ekan do'stlar mana. Sigirni kattaligini qaranglar do'stlar, semental parodali sigir chiqqan ekan. 35 litr suti bor deyapti egalari. Bolasi 3-chi tug'im ekan. Novvoscha bolasi do'stlar. 3-chi bolasi. Narxini aytadigan bo'lsam 120 million kami bor. Bu yog'i bozorga qarab savdo qilamiz dedi egalari do'stlar. Instagramga videolarini olib qo'ydik. Mana yelini qaranglar. Yana bolasi bormi? Necha oylikka? 2 oylikka yana bolasi bor deyapti mana gap yo'q lekin. Sementalga qochganmi? Xo'p, mana bu yerda Eston bor, bu ham 3-chisi ekan. G'unojin desa bolasini. Bolasi G'unojin. Narxi 50 million, 20 ta sutga akamiz prosata garantiya deyapti. Bunaqa beradi deb taxmin qilmayapti. Garantiya deyapti, eng qizig'i. 45 millionga buni bermabdi ekan. 45 millionga buni bermagan, nargisi 100 millionga savdo bo'ldi desizmi buni? 100 millionga berilmay turibdi sigir do'stlar. Bozorda oldi sigirlari do'stlar. Xo'p, kasbini mollari nomerni bitta qaytarib o'raylik aka YouTube'ga. 95lik Aha. 153 Aha. 84 nonni. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana bo'lsa. Aga bitta kalasini ko'tarib turing. Ha. Menga qarata olasizmi? O'na, abloshga qo'yib qo'yamiz. Zo'r bo'ldi. Chorvaga baraka aka. Ha. Mana bu naves tagida ham sigirlar bor. Bulardan ko'rib ketamiz. O'zi ham hammasi sog'im sigirlar bo'ladi ko'pincha bu tarafda. Bir kishiniki bo'ladi ko'pincha. Eng qizig'i shuni joyi ham bor. Sotuvdami, olindimi aka bu? Nech pul deyapsiz aka? 40 million. Birinchi bolasimi deyman aka? 40 million. Hali tushizgan yo'q ekan mana do'stlar sigir. Nechta suti bor aka buni? 7-8 ta beryapti Birinchi tug'imga 7-8. Bozor necha qildi aka? Nima deyapti bozor? Endi do'stlar mana 40 million bahosi hali savdo bo'lgan. Sigirlar yedi bir-birini bu yerda. Bolasini qidiryapti. Nima bor ekan bu yerlarda qani? Mana katta ekan mana shu esim. O'zi sigirni zo'rlari, ko'plari kasbida bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Estonmi aka? Bahosi qanaqa aka? 45. Ikkala savdo bo'lyapti. 70 kami? 70 ga ikkalasi berilmayapti hozir mana. 45 aytilishi ekan. Kasbini mollari. Biz kasbida menimcha shu mol ferma bor. Shuni kasbidan keladi shunga sigirlar.
Qancha ekan aka sigir? 33 million. 33 ekan aka. 28 so'rayapti. 28 ga yo'q aka. Ikkinchi bolasi. G'unojinmi deymi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan g'unojincha do'stlar. 28 millionga berilmayapti. Suti bir 10 ta bormi aka? 10 litr bor, xudo xolasa mana. Telefon nomer qoldiramizmi sigirga aka? Mayli aka. Savdozga baraka aka. Xo'p. Bu sigir nechi pulga akalar? Assalomu alaykum. 32 kami bor. G'unojinchami bu? Nechinchisi? İkinci balası ya. Ikkinchi bolasi g'unojincha. Angus ko'chasi bor. Angusmi bu? Angus qarada. Angus. Hali Boz- o'zida sut 8 sut beradi o'z holda. 8 ta. 8 sut Ey, beradi. gap. Bozor nima dedi bozor? Bozor shu 27-28 so'rayaptilar buni. Bermadingizmi? Yo'q aka. Mo'ljalingiz qanaqa? Shu mo'ljalini kelsa beramiz, Bosib yuboramizmi? Bosoramiz. Nechta bor sigirda? Ko'p uyda, buni zotlari ko'p. Aytaveramizmi nomer bo'lsa? Nomer aytamiz. 94lik Aha. 339 Hop. 1012. Garantiya bormi sigirlarga? Garantiya bor 100%. Nisbatan emas. Sigir ko'rsatib qo'yaylik. Har xil sigirlar bor ekan uyda yana. Chorvaga bor ekan. Deymiz, yo'limizda davom etaveramiz dediki, amanatni ko'raylik. Kal sigir ekan. Yo'q, shoxi bor ekan. Assalomu alaykum. Sigir nechi pul aka? 35 kami bor. Beshinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. G'unojinchami deyman, mana. G'unojincha ikkinchi bolasi do'stlar. Bozor nima deyapti aka sigirga? 28 30 millionga ham bermadingiz, a? Suti bir 10 litr bormi aka? Bor. Xudo xolasa 10 ta bor ekan mana do'stlar. Tomog'iga qarab ketaverar ekan do'stlar. 30 millionga berilmay turibdi sigir. Birda ko'raylik ham. Yo'q, qarasa narxlar sal ko'tarilib qolganmi deyman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chorva olaman aka. Siz qancha deyapsiz aka? 25 million deyapti. Qo'shcha bolasi bor. Ho'kizcha bolasi nechinchisi? Bugun 3-chi bolasi bor. 3-chi bolasi. 5 kunlikmi? Yillarni ham ko'rsadim. 3-chi bolasi. Nechta suti? 10 tami? 7-8 ta. 8 ta garantiya, 10 ta yolg'on aytdim. Borini aytyapti mana aka. Yuvosh ekan mana akamiz, bemalol ishlaydi. Bozor nima deyapti aka sigirni? Bozor 20,5 million so'rayapti. 21 million. Bermay turibsiz. Mo'ljalingiz qanaqa? O'lja qo'shsa beramiz. Unisini ham erkak bolasi bor, ho'kizcha bolachasi. 12. Aha. Uni 16,5 so'radi, 17 so'radi. Bermadingiz 17 ga. Bermadi. U ham 3-chi bolasi. Yana bormi sigir? Yuvosh. Uyda ham bor hamraylari. Qoldiramizmi nomer aka? 94lik Aha. 330 Hop. 1077. Aka bu bir ro'zg'orni ta'minlab bersa bo'ldi-da. Ta'minlab beradi, sut ko'p. Ha. Suti yaxshi, 8 litr, 7 litr suti bor nakda. Yuvosh, bachcha sog'olma, katta sog'olma. Ketaveradi. Liq qitmaydi. Qayerda mol aka? G'uzor Toshkuzardik, adres to'liq beramiz. Nomerda aytdingiz. 94lik 330 1077. Mana shu nomerlarga chiqaverasizlar. Puli yengilroq olgan ekan sigirlar mana. Ko'rib keldik 40-45 bo'lib keldi sigirlar. 50-100 har xil bo'ldi. Olgan odam mazza qiladi. Go'shtlar o'zi deydi. Baraka toping aka, sog' bo'ling, xo'p. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Layklarni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat tilayman. Aylanmay qolasiz. Kelganimdan beri gapiryapman, to'g'ri tushunasizlar. Sog' bo'linglar.